mana bu yerda hozir 3 xil sutimiz turibdi. Bugungi sut. Ikkala sutda bunisida soda solingan. Bunisiga shakar solamiz. Mana shakar bilan sodamiz. Bu oddiy distillangan suv. Xo'p. Distillangan suvga solib chayvoramiz buni birinchi. Buni kalibrovka qiladigan joyi bor. Kalibrovka qilib bo'lganman, yana ko'rsataman kalibrovka qilishni. Xo'p, endi oddiy sutimiz agar unga falsifikatsiya qilinmagan bo'lsa, shakar yoki soda yoki boshqa bir tuz qo'shilmagan bo'lsa, bizda 4 bilan 6 ning orasini ko'rsatish kerak. Mana, yoqdik. Boshladik. Qaranglar, bu oddiy sut. Ko'ryapsizlar? Nechini ko'rsatyapti? 4 va 6. Ya'ni sutga hech bola qo'shilmagan. Undan keyin mana shakar qo'shsak nima bo'ladi? Hozir shakarni ham qo'shib ko'ramiz. Oramizda bunga to'liq qo'shmagan, mana shakar qo'shdik. Hozir shakar qo'shdim. Endi buni yerga boshlayapmiz hozir. Bunda bizga pastga tushish kerak. Hozir ko'ramiz. Mana 4 va 6 edi, 4 va 3 ga tushib ketdi shakar qo'shilgandan keyin. Hali ersa yana ham pastga tushadi. 4 dan tushib ketsa, demak shakar qo'shilgan bo'ladi. Hozir mana bu sutimiz ko'rib turibsizlar. 4 va 6 ko'rsatyapti, mana 4 va 5 ko'rsatyapti. Endi bunga soda qo'shib ko'ramiz mana. Ko'ryapsizlar? Soda qo'shamiz. Ozgina mana shunchalik soda qo'shyapmiz. Endi aralashtirib tashlaymiz. Hop, endi qaraymiz. Ko'rdinglar? 6:3 soda qo'shilganini sezyapti. Shu bilan falsifikatsiya sutni bilib olasizlar. Mana keyin oddiy suvda, distillangan suvda chayib qo'yamiz xolos. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni Telegram kanalimizda obuna bo'ling va YouTube kanalimizga ham obuna bo'ling. Rahmat. Sizlar bilan Obidjon Sultonov bo'ldi.